Beruniy, Xorazmiy, Farg'oniy kabi allomalar rostdan ham fors yoki tojik millatiga mansub bo'lganmi? Gap shundaki, Xorazmiy va Beruniyni hech qanday holatda fors yoki tojik deb hisoblab bo'lmaydi. Xorazmda fors tili hech qachon so'zlashuv tili bo'lmagan va bu shaxslar uchun ham ona tili hisoblanmagan. Barcha tarixiy shaxslarni forslar deb atash tendensiyasi g'arb ilm fanida stereotip sifatida shakllangan. Biroq shaxsning kelib chiqishi turkiy yoki boshqa xalqlar bilan bog'liqligi ma'lum bo'lsa ham, ularni baribir forslar qatoriga qo'shishgan. Bu mazkur mintaqada aynan fors madaniyati va madaniy assimilyatsiya ustunlik qilgan degan ishonch bilan izohlanadi. Agar siz Mahmud G'aznaviy, Amir Temur yoki ularning imperiyalari forsiy bo'lgan yoki Persianate mansub bo'lgan degan fikrlarga duch kelsangiz, hayron bo'lmang. Beruniy, Xorazmiy, Forobiy yoki Farg'oniy kabi olimlarni forslar deb atash hatto fors madaniyati ta'siri tushunchasining o'zi nuqtai nazaridan ham xatodir. Chunki ular fors tilini ijodda ham kundalik hayotda ham deyarli qo'llamaganlar, balki uni asosiy darajada bilganlar xolos. Ularning madaniy muhiti butunlay arabcha bo'lib, ular arab sivilizatsiyasining bir qismi edilar. Ibn Sinoga kelsak, uning holati boshqacha. U haqiqatdan ham forsiy zabon muhitda yashagan, fors tilida asarlar yaratgan va ehtimol bu til uning uchun ona tili bo'lgan. Somoniylar davridagi Buxoroda tug'ilib o'sgan Ibn Sino tabiiy ravishda fors tilida so'zlashuvchi bo'lib shakllangan.